Aman tikib berish kerak edi xullas. Yo'q, o'yna. Tanimadingmi? Tanishmizmi? Tanishmiz-ey. Yo'q. Kursdoshim aka. O qaysi kursdoshim? Shundan. Yo'q. Ha? Kursdoshim aka. Shunchalik kibrga berilib ketding. Endi odamzod shunaqa ekan, nima qilamiz? Unchalik bo'lish kerak emas. Pulni anaqa qilgandan keyin tanish bo'lsa endi uyga borib bera qol, dastlabki qilib. Juda qol undan ko'ra. Boshqa joyga tiktira qo'ying. Yo, unaqa bo'lish kerak. Unaqa yo boshqa joyda tiktirib, boshqa joyda tema bo'lish kerak emas. Misol uchun o'zingni qilib yurgan ishing. To'g'ri, qilib berishga qilib beraman. Unaqa kibr yo'q qolish kerak emas. To'g'ri, kibr unaqa bo'lishi kerak, lekin misol uchun qilib yurgan ishingmi, misol uchun qilishing kerak. Qilib berishga qilib beraman, narxi to'g'ri kelsa bo'ldi. Harfi nechi pul? 100 ming bo'ladi. Bo'ldi. Bitta ertaga anaqa qilamiz. Uyga borib berasan, dastlabki qilib edi. Boshqa qiladigan ishim yo'q. Yo'q, boshqa qiladigan ish yo'q, faqat shu dastlabki. Olib chiqib keta qo'ying. Undan ko'ra. Ko'rdingmi? Bir paytda o'zimni kursdoshim og'aynim bo'lardi. Birga bitta bo'lishganini bo'lishib berdik. Qibrlanib ketdi. Ertaga sen ham qibrlanib ketsang, biz